Instagram tarmog'ida Dilmurod akani, ya'ni hamkasbimizni ko'rib, imkoniyati cheklangan bo'lsa ham, sohani qiyinchiligini juda yaxshi tushunamiz. Shu sababdan bu akani qo'llab-quvvatlagan maqsadda, qo'llab-quvvatlash maqsadida o'zimizni do'konlar nomidan, 3-5 nomidan arzimas bo'lsa ham sovg'alar olib kelganmiz. Agar rozi bo'lsa, video syomka qilamiz. Agar bo'lmasa, shunchaki berib chiqamiz. Maqsad bu yerda faqat qo'llab-quvvatlash, xudo xolasa hamkasblarni birgalikda qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Imkon qadar endi instrumentlar eski ekan, yangiliklarni olib keldik. Xudo xolasa aka mana 2025-yilda ustalar Mega Ideya jamoasi bor. Toshkentda dapchasi ekan. Shu yerda jamoa bo'lganmiz. Chet davlatlarda har xil konkurslarda ishtirok etib, yaxshi ahil bo'lib olganmiz. Endi u yerdagi odamlar, u yerdagi insonlar hech qanaqa manfaatlarsiz, zo'r yaqin bo'lib qolganmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka qattiq ishlab turamiz. Kamchiliklar bo'lsa aytaverasiz. Bu holatingizga, bu sohada ishlayotganingiz o'zi bitta katta matonat, katta jasorat ekan. Rahmat aka. Imkonlar, xizmatdamiz. Rahmat deganlaringizga rahmat, borlaringizga shukur. Shunchalik o'ylab kelibsizlar, kattakon rahmat. O'g'lim aka nima xizmat bo'lsa aytaverasiz, imkonlar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat aka, borlaringizga kelganlaringizga kattakon rahmat.